Duo deganda qo'lni ko'tarib uni ber, buni ber deyishmas. U talab deyiladi uni. Duo talabdan ko'ra katta narsa, chuqur narsa, ulkan narsa. Duo qilayotganda inson butun vujudi bilan Allohga yo'nalishi kerak, faqat tili bilan emas. Butun vujudi bilan Allohga yo'nalib, berilib Allohdan so'rashni duo deyiladi. Shuning uchun inshaalloh Alloh nasib qilib hozir xatm qilib, xatmdan keyin duo qilayotganda har bir odam o'zini butun vujudi bilan duosini qalbiga olib tursin. Biz bu yoqda umumiy duoni qilamiz. To'g'rimi? Har kim o'zini duosini qilsin. İnşallah bu kechalar ulug' kechalar, Ramazon oyi ulug' oy, xususan Allohning kalomi, Qur'onni tarovihdan keyin xatm qilib qilgan duo to'xtovsiz qabul bo'ladi. Bu haligi umrimizda bir yilda bir marta, yarim marta bo'ladigan fursat bu. Shuning uchun hamma o'zini qalbidan duo qilishga qilsin. Bu yoqda qo'ldan kelganicha ixlos bilan duo qilib, hammani orzusini ifoda qilishga harakat bo'ladi. Lekin har kim o'zinikini qilsa yana ham yaxshi bo'ladi. Allah xatmimizni ham qabul qilsin, undan keyin qiladigan duolarimizni ham qabul aylasin.